Qachon bo'lgan operatsiya? 6-7 oy oldin gemoroy operatsiya bo'lgan. Bo'lgan. Qattiq qo'shibda qilganda, anaqada pristup berganda, skoriyda olib ketib qilishdi dedi. Pristup qolmayapti dedi. Men ko'pchilik bemorlarga aytaman-da, endi yomon yaxshi tomon demoqchi emasman. O'zi shuncha o'zbek turib borasanmi deyman-da. Ishxonada bo'lganda. Ya baribir hamda endi skoriy o'sha olib borgan ekstra. Bitta siz bilan tanishingizda emas. Juda ko'p populyatsiyada shunaqa. Juda ko'p bo'lgan bemorlarimda yotarib qoladi. Chunki ular bilasizmi, yotqizmaydi kasalni. Yotqizmay javob berib yuboradi. Endi alohida statsionari yaqinda ochilmagan bo'lsa, shu paytgacha kasal yotqizmadi. Yotqizmaydi, javob berib yuboradi. Oldin klinikasi ochildi, yopilib ketdi, yo'qolib ketdi. Hozir boshqasi chiqqan. Deyman-da, kalkulyator bilan kuydirib qo'yish bilan ish bitmaydi-da. Shunaqa qilgan. Kuydirib qo'yganda, bilaman. Bizda lazer deydi, boshqa deydi, sodda odamlarimiz ishonadi-da. Lazer bor ekan, 15 minglik operatsiya ekan. Ishon ketadi. Endi nima bo'ladi? U hozir yana boshqatdan qiynalayotganimizda, boshqatdan ko'rinish kerak. Skoriy yo toraygan bo'lishi mumkin, yo gemoroy qaytalangan bo'lishi mumkin-da. Hali ham og'riqlar bormi? O'sha men doktor bilan gaplashaman boring, balki chala bo'lgandir, balki bu narsa bo'lgandir dedim. Lekin shu ichim qotsa, payt hali chiqqani ham ketadi. Qonaydi kanishni. Torayganda ko'proq ehtimol toraygan. Mana torayib qolsa, axlat o'tgan payti kalsiy bo'lib qoladi-da. Nima bo'lib, chandiq bo'lib, axlat chiqaradigan payti kuchanadi, shu joyda yirtib o'tadi. Qonaydi keyin kanishni, keyin og'riq unga yarasha. Har hojatga borganda og'riq. Tashqaridan dedi, keyin bir kun kelindi-da, endi uyat bo'lsa ham iloji shuni ichirasiz bitta ko'ring dedi. Ko'rsam tashqari tomoni hech narsa emas-da. Undan aytdim, tashqari shu qanday shunda turibman, ichki tarafdan ichkarida mana orqa teshikdan taxminan 2-3 sm tepada gemoroyni o'sadigan joylari bor-da. O'sha telefon qildim o'shanda, keyin telefon qilsam, omadingiz yo'q, ishlar yo'q, operatsiyada olmadilar dedim. Keyin shu bilan ketdi, qaytib qilmadi. O'sha gemoroy o'sgan joyda ular kalkulyator qiladi. O'sha joyda o'ziga kalsiy bo'lib, halqa bo'lib, chandiq rivojlanib qoladi. Pastdan tashqaridan qarasangiz, hammasi akkuratli, chotki. Ichkariga chiqsangiz abdala. Men yaqinda bitta Surxondaryo opani qildim. Hozir mana kelib ketgan apa. Hozir kelib ketgan. Mana shu gemoroy operatsiya qildirgan. Keyin torayish bilan keldi. Hozir mana ko'rinish kelgan yana. Shuni operatsiya maydoniga kirib bitta ko'rsangiz, shuna gemoroylar ichkarida shuna turibdi-da. Hamma narsa turibdi. Olmagan. Tashqaridan bunday qarasangiz chiroyli, o chotki. Ichkarida hamma narsa yotibdi. Boshqatdan gemoroy olib, boshqatdan kuydirib, kengaytirib bir dunyo ish qildi. Shunga aytaman-da. O'zada xalqimizda xo'rozdan chet elga kelsa yala deganda. Bo'ldimi operatsiyaga? Sog' bo'lingiz. Bizda bunaqa muammolar juda ko'p. Juda ko'p kasallarda shunaqa muammo bo'lib kelishadi. Men endi qaysidir klinika yaxshi yomon demoqchi emasman. Lekin gemoroy sizda 35 yillik, 40 yillik gemoroyni 5 daqiqa, 10 daqiqa operatsiya qilib sog'lom qilib yuboraman deyotgan bo'lsa, bu sal shubhali. Sizda 40 yillik operatsiya bo'lmay kelgan gemoroy davolanish uchun kamida 20 kun yoki 1 oy vaqt kerak. Shuning uchun har xil va'dalarga ishonavermang, mutaxassisga murojaat qiling. Keyinchalik sizda mana shunaqa asorat bo'lib, orqa torayib, operatsiyadan keyin yana qiynalib yurmaslik uchun yaxshi bir mutaxassis ko'rinsangiz, to'g'ri hammasi yaxshi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, biz operatsiyaga kiryapmiz. Sog'lik, salomatlik hammaga.